Gadjetlar autizmga olib keladimi? Gadjet ya'ni nima? Telefon, televizor, bolalarni uzoq vaqt shug'ullanishi bu autizmga olib kelmaydi. Keling, autizm nima yoki autizm elementlari nima? Shuni ajratib olaylik. Autizm bu o'zini dunyosida yashash, atrof muhitga qo'shila olmaslik, ijtimoiy muhitdagi vazifalarni bajara olmaslik. O'zini dunyosida yashaydi, unga tekkanda xuddi nina sanchganday ta'sirlanishi. Autizm elementlarini paydo bo'lishi esa uzoq vaqt va noto'g'ri har xil bo'lgan kontent videolarni ko'rish natijasida har xil noodatiy qiliqlarni paydo bo'lishi. Ya'ni chaqirganingizda ko'zingizga qaramasligi, bir xil doirada aylanishi. Bunda belgilar birinchi navbatda bola jizzaki, qaysar, giperaktivlik belgilari paydo bo'la boshlaydi. Sekin-asta nutqiy rivojlanishdan orqada qolishi, keyin esa autizm elementlari paydo bo'la boshlaydi. Agar farzandingizda yoki yaqinlaringizda yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta telefon, televizorni to'xtating. O'rniga aql ongini oshiruvchi o'yinchoqlar olib bering. U bilan ko'proq muloqot qiling, sayr qildiring. Va 5-inchisi, farzandingiz uchun foydali ma'lumotlarni bilib borish uchun sahifamga obuna bo'ling.